Assalomu alaykum hammaga. Cobalt. Xo'p. Test monitor qo'yilgan. ACCda yonmayapti. Kalitni ochgandagi zajganada yonyapti. Zajganani o'chirsak, mana bitta ochib qo'ydim. Bo'ldi, yonmaydi. ACCni ochsak yonmayapti, zajganani ochsak yonyapti. O'chdi. ACCda. Xo'p, o'sha turcha. Bu narsani olamiz. Zavodga kelgan bo'ladi. Bitta kabel hozircha ochib olganmiz. Kontrolga kerak bizga. Buni bitta doполнительный ortiqcha tortishgan. Kalit ostiga ulab qo'yishgan bu narsani. Biz zavodga kelgan kabelni bir dona protonmetr bilan bitta mana shunga tok kiygizamiz va shunga ACCga ulaveramiz. Bu yoqqa sal qo'yaverasan. Xo'p. Turchi. Xo'p. Ko'rinami ekan? O'sha sariqni oldiga suqamiz. Hop, ko'rsatadigan bo'lsam, mana shu sariqni oldiga suqamiz. Hozir mana to'kkelni joyi mana. Ikkinchi parametr. O'ngdan chapga sanaganda ikkinchi, chapdan o'ngga sanaganda uchinchi. O'nglik parametr qo'ydik. Tok ACCda keldi mana. Yarim oshtida keldi. Endi shu narsani o'sha yerda. Endi shu kabelni tashlaymiz. Buni shunga ulaymiz. Ko'pchilik shu protonmetrni o'rnini bilmaydi, kabelni bilmaydi va alohida tortadi. Endi mana yarim ochdi. Testimiz yondi. O'sha. Xo'p. Egasiga noqulay bo'lib turganiga har safar maytafon o'chiriq holatida ham eshitaman desa, kalitni ochib olishga to'g'ri kelib turgan ekan. Endi ACCda ham yonadi. Kalitni ochganda ham yonaveradi. ACCda ham yonadi. Yig'oramiz endi chiroyli qilib. Kimga shuni xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar.